Ja xursand ko'rinasiz. Nima bo'ldi? Nimaga xursand bo'lmay? Bitta ham do'stingiz yo'q, pul so'rasangiz hech qaysi bermaydi degding. Mana Sherzod bilan gaplashdim. 105 million pul kerak dedim, bugun olib kelib beraman dedi. Yo'q-e? Ha, kutib o'tiribman shunga. Bor yo'g'imdan ayrildim deb aytmagandirsiz-da? Nimaga aytmayman? Aytdim, bor yo'g'imdan ayrildim, bankrot bo'ldim. Bir siman pulim qolmadi dedim. Agar shu gaplaringizdan keyin ham rostdan ham yordam beraman degan bo'lsa, haqiqiy do'stingiz ekan shular. Sen bo'lsang shubhalanib yuruvding. Do'stingiz yo'q, hammasi pulingiz uchun do'st deb. Mana Voy, bo'ldi, bilmay qolma, uzr. hali Sherzod do'stim keladi-yu. Aha. deb menga pul berganda, rahmat do'stim, lekin puling kerak emas deyman. Sen meni chinakam do'stim ekansan. Men seni sinab ko'rdim deyman. Nega sinab ko'rding? Menga ishonmaysizmi desa, siz nima deysiz? Xotinim ishonmagan edi. Shuning uchun sinab ko'rdim deyman. Voy, qo'ysiz-chi, nemani qo'shasiz? Ertaga hamma o'rtoqlaringiz ichida men tag'in gap so'zga qolmay, to'ba qildim. Ha, bo'pti. Sen aytmayman. Ha, shunaqa qiling. Alo. Va alaykum assalom. Temurjon, yaxshimisiz? Rahmat, o'z tuzumisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? O'sha kuni mazam yo'qligi uchun sizga bir tuzroq minnatdorchilik ham bildira olmadim. O'zi sizga qo'ng'iroq qilaman deb turgan. Kechqisi yo'q, xijolat bo'lmang. Aka, sizga bir ish bilan telefon qilayotgandim. Mayli, bemalol qo'limdan kelsa, uyga keling. Bir piyola choy ichib gaplashamiz. Yo'q, zarur ishim bor edi. Xullas, bir kunga mashinangiz kerak edi. Mashina? Ha, siz men bilan birga borsangiz. Do'stlarim o'sha kuni siz bilan mashinada haydab ketayotganimni ko'rishibdi. O'shandan keyin do'stlarimni munosabati menga nisbatan o'zgarib qoldi. Yo'q. Shuning uchun siz bugun men bilan birga borsangiz, shu mashinangizda bir kunda nechta pul topasiz? O'sha pulingizni men sizga beraman. Qiziqmisiz, Temur? Pul shart emas. Siz menga yaxshilik qildingiz. Sizdan pul olamanmi? Yo'q, aka, bunaqasi ketmaydi. Men sizni ishdan qoldirishni xohlamayman. Xo'p, Temur, avval ishni bitkazaylik. Qolgani bir gap bo'lar. Bo'lmasam manzilga tashlang.